Rahmat, rais söz berganiniz için. Davron olib kelayotgan rais gapga boy bo'lsa, so'zga boy bo'lsa, tilga chechim bo'lsa, bunday so'zga boy odamning oldida mening tilim kirmalib qoladi, gap topolmayman. Fransiya dedi, Habib buyoqqa keling, Umid buyoqqa keling. Fransiya borishimga mana shu yigit sababchi bo'lgan. Keng dalada to'y o'tkazyapmiz. Baxshining urug'idan. Mana shu yigit Parijga borasizmi dedi. Yo'q dedim. Rost aytyapman dedi. Yo'q, bormayman dedim. Rahmatlik hoji akam boradi dedi. Mana shu Habib meni shalaladan mana shu nay chaladi. Hozir ham shalalani shalala qilib yurgan mana shu yigit. Agar shu bo'lmaganda shalala tarqab ketar edi, hali bomba tushgan dedi. Habibga katta rahmat. Mana Umid. Ovoziga gap yo'q. Chilik o'ynasang hab yo'q, yomon ishlashda dab yo'q. Umidga gap yo'q, boringlar. Rahmat, yana bo'ray. Shoyimchal boboning oldida o'tirgan shunchasi yetadi, men oldimga keling berdim. Bu yoqqa keling, ey Shoyim bobo. Yillik bordi keldimiz bor mana baba bilan. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshi ovqatingiz. Bunday turib meni qarab turing. 70 yillik bordi keldimiz bor. Rahmatlik otam baba qilmaylik molini boqqandan keyin shu Alloh qilib degan ekan otamga barqasa kun chiqib ot choptirib mana biz do'mbirani yerda qoldirmadik. Shundan buyon shu odam bilan ip uzilgan jo'q, bundan keyin ham uzilmaydi. Şu odamda hürmetiga maqtanayotganim yo'q. 2'da 3'te kecha Toshkentda soat 3'te uyga keldim, mana ertalab kelib o'tiribmiz. To'y ko'p hozir, og'ayinlar kutib o'tiribdi meni, yolg'oni yo'q. To'ndi yo'q bo'lmagan, tez. Ama bir an önce ben şuna deyemem, gitta gashlaman diye. Şuna gashlayman, parti önce. Yarım şöyle tacigim gapirib qo'yar, qo'li o'zbek kelibdi demangiz-mi? Qulluq bo'lsin. Çapan yaraştı Shoyimchal engiga, farzandlar yuribdi ota deb keyniga, qarilik yozilibdi bugun bo'yniga, momon bu kecha kirib yotadi boboning qo'yniga. Boring tezroq boring. Tang shamolda tatayin shunday kunlarga yetayin. Aytganda bajarasiz. Bir maydon qo'shiq aytayim. Jo'ra to'ra otanga aytyapti. Shoyimchalning davlati alpamışday do'mbirama bek bobomning savlati qanday bo'lar do'mbirama shoirning suhbati mag'ragan tovushini qaynanayin do'mbirama
şayet çalıp toyların hürmeti. Akşamanda tatlı kegen dombran, yol kanabın tatlı kegen dombran. Tanrı'nın kanını almalıkta yıldık kegen dombran. Şayet çalın toyuna sahar sahar gidip kegen dombran. Şayet çal Affedersin ağzındaki çağırıyor Affedersin ağzındaki kadret takılar Sahar sahar boğumda koşmandıradır Oturuşundan oynanayın hem tacikler hem özbekler Şaberdi'nin tavsiye bugünsünden sadakayın Her çerçe uzar yerden kiremen 7 yaşta atasazın ağlaman Atasazla çalaman Bilmeyenler bilip koy aşkı komuran bulaman Yigitlik davayda parayı doldurana Allah Teala kına kına yaş verse şahit çalsay ben haktır kanırken karavanı Yerisin Toyxanaga hoca kadar darısın Bir aytayı cirekte güversin Duvarlardan otana canım sazarır Babam bana şahitcan koşağına karşı Bilgenim şabiram kıldım hikayete aşkan yerine bilip koymam bendeler bu gırgam bunu garmadı Kel ikisi de avç kılamana şalalaga direy tavbatı Geçti kalanlar
donar nadorat arasına bir arame hara nadorat. Mana sizlar